Kelajakdagi nikohim qadarmi yoki shaxsiy tanlovmi? Nikoh albatta qadarning, ya'ni taqdirning bir qismi. Lekin biz o'ylagandek emas, chunki qadar, taqdir shunchaki Alloh hamma narsani oldindan bilishini anglatadi. Qadar ikki asosga tayanadi: shaxsiy iroda va ilohiy iroda. Shaxsiy iroda o'zimizning erkin irodamizni, shaxsiy tanlov va qarorlarimizni anglatadi. Ilohiy iroda esa nazoratimizdan tashqaridagi hamma narsani qamrab oladi. Masalan, ota-onamiz kim bo'lishi, o'g'il bola yoki qiz bola bo'lib tug'ilishimiz yoki ko'z rangimiz yoki bo'y bastimiz va hokazo. Tanlovlarimizga keladigan bo'lsak, biz shaxsiy irodamiz orqali mas'ulmiz. Shunday ekan, kimga va qachon turmush qurishimiz qadarimizning bir qismi, lekin shuni anglatmaydiki, agar bu qadar bo'lsa, men hech narsa qila olmayman. Kimga turmush qurishni o'zimiz tanlaymiz. Bizdan kutiladigan narsa esa erkin irodamizdan oqilona foydalanishdir. Halol chegaralarda to'g'ri juftni izlash, oilalarni xabardor qilish, harom narsalardan uzoqlashish va hokazo. Va albatta butun jarayon davomida doimiy duo qilish va Allohga tavakkal qilish kerak. Alloh barchangizga to'g'ri va barokatli insonni topishni oson qilsin. Bu xabarni eshitishi kerak bo'lgan do'stlaringizga ulashib qo'ying.